Yengibozor tuman hokimligida murojaatlar bilan ishlash O'zbekiston Respublikasining jismoniy va yuridik shaxslarining murojaatlari to'g'risida qonuni, O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining hamda viloyat hokimining tegishli tuman hokimining tegishli qarorlari asosida hamda shuningdek yaqinda chiqqan O'zbekiston Respublikasi Prezidentining aholi bilan muloqot tizimini samarali tashkil qilish bo'yicha qo'shimcha shartlar to'g'risidagi 2020 yil 1-aprildagi 51 farmoni ijrosini ta'minlash bo'yicha 2020 yil 1,5 yillik davomida Yengibozor tuman hokimligida jismoniy yuridik shaxslarning murojaatlar bilan ishlashning natijalarini ta'minlash bo'yicha muayyan ishlar amalga oshirilmoqda. Jumladan 2026 yil 1,5 yillik davomida tuman hokimligiga jami 430 ta murojaat tushgan, shundan 378 ta murojaat bevosita hokimlikka kelib tushgan. 65 ta murojaat O'zbekiston Respublikasi Prezidentining virtual qabulxonasi hamda xalq qabulxonasi orqali kelib tushgan. Murojaatlarga asosan jismoniy ijtimoiy himoyaga muhtoj oilalar, tadbirkorlik qilish maqsadida yer maydoni ajratish, fermer xo'jaliklari masalalari, ichki avtomobil yo'llarini ta'minlash, asfaltlatish, ijtimoiy himoyaga muhtoj oilalarga moddiy yordam ko'rsatish, tabiiy gaz va elektr ta'minotidagi uzilishlar to'g'risidagi masalalar ko'tarilgan. Tuman hokimligiga kelib tushgan 378 ta murojaatning nazoratga olingan 338 ta murojaatdan 238 ya'ni 81% qanoatlantirilgan. Shundan 29 ya'ni 7-8% ga tushuntirish berilgan. Mana shu qishloq va mayli aholi yig'inlari bo'yichagi tahlil bo'yicha olib qaraydigan bo'lsak, murojaatlar Uyg'ur qishlog'i bo'yicha jami murojaatlarning 35 tasi ya'ni 94%, Qandodirman qishlog'i bo'yicha 30 tasi ya'ni 809%, boshqa qishlog'i bo'yicha 23 ta, 6.2%, Shirinko'l qishlog'i bo'yicha 40 ta, 18%, boshqalar qishlog'i bo'yicha 38 ta, 12%, Cho'balanchi qishlog'i bo'yicha 31 ta, 8.3%, Bag'alan qishlog'i bo'yicha 38 ta, 12% ga, Oyoqdo'rmon qishlog'i bo'yicha 36 ta, 9.7% ga, Yengibozor shaharchasi bo'yicha 98 ta, 26.3% ga, umumiy murojaatlarning umumiy sohasidagi ulushi shularga to'g'ri keladi. Murojaatlar soni 2020 yilning murojaatlari 2025 yil shu davrga qaraganda 170 taga kamayishga erishildi.